Odamni qaranglar, okalar, kenajonlar, odamni qaranglar. Oyoq kiyim talash bo'lib ketadi. Xola nech pul ekanmi? 50 ming, 50 mingsi, mana shu qo'lingizga 50 mingsimi? Yaxshimi endi sifati buni? Sifati Qattiq kiygan. Bir qishga kiysa bo'ladi. Qattiqki bu xola? Xitoymi? Endi Xitoyda ham bo'ladi. O'zbekistonmi, Xitoymi? O'zbekiston. Xullas O'zbekistonmi, Xitoymi? Xullas Xitoy mahsulotlari menimcha soqqani soqqa gurt tashlashyapti. 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha kiyim-kechak sotilayotgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, kiyim-kechak edimmi? Kirib kelgan. Bular nech puldan ekan bular? 50 ming so'mdan ekan. Qattiqki bu aka? Bilmasak, biz ham Xitoymi? Sizlar ham oluvchi, qayerdan keldinglar sizlar? Tash mahalla cho'tdami? Bo'ldi. Gap yo'q, lekin soqqani soqqa gurt tashlayapti. Xullas, bularni yo chiqazib yuborish kerak, yo tashlab chiqib ketish kerak. Nima qilish kerak hozir endi biznesmenlar? Soqqani soqqa gurt tashlashyapti, lekin gap yo'q. Hali bozorni bersa, men bitta kiyim-kechak naski paski 100 ming so'mdan 120 ming so'mgacha sotishyapti. Odam juda ham ko'p, lekin gap yo'q. Bugun sana 5-oktyabr bo'ladi. Hal qilib ko'ringlar. Xullas, videoni tarqatib qo'yasizlar, sog' bo'linglar.